Salom do'stlar, sizlar bilan Dilisi yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi video roligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2025 o'yinida o'zi bu mavzuni juda ham ko'p olib yubordik, o'sha 5-chi yo 6-chi marta olishimiz. Yana bir bor sizlar bilan bugungi video roligimizda agentlar ochish video roligini qilib o'tamiz. Bugun yangicha stilda bilasizlar Dilisiga yozgi yangilanish keldi va yozgi yangilanishdan so'ng biz sizlar bilan 11 ta agent ochib chiqamiz. Xo'sh, video rolikni boshlashdan albatta video rolikka like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday biz video rolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, har doimgi an'analarga sodiq qolgan holda agentlarni ochishni oldin ularni taxmin qilib ko'ramiz. Bilamizki, har safar biz ko'k agent va legendariy agentlarni taxmin qilamiz. Kelaylik ko'k agentni taxmin qilsak. Meni taxminim Greenwood hamda Nicholas Jackson tushsa kerak. Shu ikkalasidan bittasi tushadi deb o'ylayapman. Legendariy agentga keladigan bo'lsak, bulardan Kunde, Nuno Mendes hamda Dani Carvajal. Shu uchalasidan bittasi, har holda bittasi bo'lsa ham tushishiga umid qilib qolamiz. Xo'sh, videorolikni biz boshladik. Bizda mana ko'rib turibsizlar, sostav juda ham udar. Hozir mana shu sostavga 11 ta futbolchini olib kelamiz. Birinchi bo'lib keldi обычный agentni ochib boshlaymiz. Xo'sh. Kim bo'ldi bu ukrainalik? Ukrainalik kim bo'lishi mumkin do'stlar? Borlari 62. Bilmadim ismini qanday o'qish kerak buni. Suchmi, xullas shunaqa bu. Bizga mana shu futbolchi tushdi. Buni biz bitta rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Hali sostavga qo'yishimizga kerak bo'ladi. Hop, rasmga olamiz va uni asosiy tarkibga joylaymiz. PZ ekan, uni pozitsiyasi mana shu joyga joylaymiz. Endi biz keyingi agentimiz bu legendarniy agent bo'ladi. Qani boshladik. Legendarniy agent eng qiziqarli o'yinlar kelmoqda. Xo'sh. Italiyalik Barella bo'lishi ham mumkin do'stlar. Barella 80 tur reytingli Barella bo'lishi ham mumkin. Udarlari yaxshi. Kim bo'lishi mumkin do'stlar? Udarlari yaxshi, skoristlari. Yana bitta shu futbol tushyapti, Mateo. Bu Mateo уже ikkinchi marta tushishi bizga. Buni bir marta biz olib sotib olgan edik. Hech qisi yo'q. Mana shu holatda ham biz uni yana olaveramiz. Endi biz ko'k agentni ochamiz. Xo'sh. Ko'k agent oq rangli futbolchi. Oq rangli futbolchi. Agent ochishlar ancha o'zgarganiga sezayotgan bo'lsanglar, futbolchilar juda ham ko'p skilllar qilishyapti, juda ham ko'p mashqlar qilishyapti va bu Ronaldoning stilida Ferguson bo'ldi. Ronaldoning stilida nishonlab yubordi va biz uni asosiy tarkibga qo'yamiz. Cetpashni ekan, mana shu joyda o'ynasa, u yaxshiroq bo'ladi. Kelgan agentimiz bu legendarniy agent bo'ladi. Xo'sh. Legendarniy agent qani Belgiyalik Openda bo'lishi ham mumkin. Openda yo'q, Openda emas bu. Opendani udari yaxshiroq adashmasam. Balki Openda bo'lishi ham mumkin. Openda. To'g'ri topdik. Bu Openda bo'ldi. Skorslar juda ham yaxshi. Buni biz asosiy tarkibga qo'yamiz. Centralniy, lekin bo'yi sal pastroq bo'lgani uchun biz uni o'ng tomonga ham qo'ysak yarashaveradi. Hech qisi yo'q. Endi biz 2 marta ketma-ket 50 ta futbolchi bo'libdi. Biz mayli rasmiy shinani kuchaytiramiz. 600 ta olmos ketdi shunday. Hech qisi yo'q. Babir bir kun kuchaytiramiz, majburmiz. Shuning uchun hozirdan olmoslarni ayamasdan kuchaytirib yuborgan yaxshi. Angliyalik ideyalar juda ham ko'p. Bu ko'k agentga ideyalar kam lekin. Luke Shaw bo'lishi ham mumkin bu. Taxminlarimdan biri Luke Shaw. Adborlari yaxshi da yo'q. Luke Shaw emas bu Kilman bo'ldi. Sezeshnik, ya'ni Max Kilman. Markaziy himoyachi bo'ladi. Uni biz markaziy himoyaga qo'yib olamiz va yana bitta ko'k agent ochamiz. Shunda videorolikning oxirida biz sizlar bilan legendarniy agent ochishga muvaffaq bo'lamiz. Xo'sh, qani bu? To'g'risi davlatini yaxshi bilmadim. Agent ochishlar to'g'risi juda ham zo'r bo'lgan. Futbolchilarda bir animatsiyalari, to'plar bilan aldashlari juda ham o'zgargan.
Menga juda ham yoqyapti. Bu kim ekan? This big spending team have acquired a new Schlegel. superstar. Schlegermi yoki shunaqa. Haver deb qo'ramiz biz buni. Ismi bilan aytib qo'yamiz. Hop, bu ham Tsepeshni ekan. Yaxshi. Ikkita markaziy himoyachilar tushdi va ikkita markaziy hujumchilar tushmoqda. Hozir bizga endi biz bitta legendarniy agent ochamiz. Qani bizning taxminlarimiz hali beri tushgani yo'q. Ko'k agentdan ham, legendarniy agentdan ham hali tushmadilar taxminlarimiz. Xo'sh. Yana bitta italiyalik. Bunisi endi Barella bo'lishi kerak do'stlar. Barella bo'lmasa uyat bo'ladi. Paslar yaxshi, Barellaga ham o'xshayapti, chunki Barella Tsepeshnik va uning paslari juda ham yaxshi. Bu bizning Barella bo'ldi. 84 reytinglik markaziy yarim himoyachi. Bizda mana 3 ta bo'ldi markaziy yarim himoyachilarimiz. Uni mana shunga qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Ana endi biz bitta ko'k agent ochamiz. Negadir taxminlarimiz tushmayapti. Siz ham o'zingizni taxminingizni taxmin qilib ko'rdingizmi? Qaysi birlari tushdi? Kommentariyaga yozib qoldiring, barchasini o'qib chiqaman. Amerikalik. Amerikalik kim bo'ladi bu? Futbollar yaxshi, menimcha himoyachiga o'xshayapti. Yuzlaridan tanib bo'lmadi, cho'ta. Yuzlari tanish emas. Kim bo'ldi bu do'stlar? Kim bo'ldi bu? Kim bo'ldi bu? Buni biz mana shu yerga tushiramiz va yana bitta agent ochamizmi yoki sotib yuboramizmi? 2, 4, 6, 7 ta bo'pti. Yana bitta ochar ekanmiz. Yana bitta agent ochishga ulgurib qolar ekanmiz va yo'q, ulgurmadik. Shuning uchun biz bitta agentni sotib yuborishga majburmiz. Kim bo'ladi bu? Mana shu Kilman tezligi juda yomon ekanda, shu sotib yubora qolaylik. Biz uni hozir trenerga sotib yuboramiz. Ana endi biz legendarniy agent ochamiz. Qani. Sizlar taxminlar tushdimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Wow, bu ispaniyalik Dani Olmo bo'lishi ham mumkin. Pedri, shunday futbolchilar bor. Bu Dani Olmo emas, Merino bo'lishi ham mumkin. Yo'q, bu Laporte bo'ldi. Tsepeshnik keldi. Chiqisi yo'q. 80 reytingdan bitta yaxshi futbolchi tushdi. U ham bo'lsa Barella. Boshqa yaxshi futbolchi bularda Opendan ham sal bo'le-meni yaxshi desa bo'ladi, lekin qolganlari tufta futbolchilar tushyapti. Yana bitta futbolchini sotishimiz kerak. Kimni sotamiz biz? Mana shuni sotamizda. 73 reytingda ekan, sotib yuboramiz va biz bitta redki agent ochamiz. Qani? Yana bitta ispaniyalik futbolchi. Gavi bo'lishi ham mumkin bu futbolchi. Gavi meni taxminim yo'q. Gavi emas bu. Gavi bo'lganda pasi yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Yana bilmadim, hozir ko'ramiz. Bu Gavi emas. Bernabeu degan tushdi. OPda o'ynar ekan, hop. Mayli, buni ham biz asosiy tarkibga tushirib qo'yishga mayli, mana shu joyda ham o'ynayveradi u. Lekin biz sotib olishimiz kerak. Hozir biz agent ochishimiz uchun buni sotib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Endi bizda oxirgi legendarniy agent taxminlarimizdan birortasi tushmadi. Umid qilamizki, mana shunisida tushadi deb. Yana bitta ispaniyalik futbolchi kim ekan bu? Pedri bor taxminlarimiz. Dani Olmo bor, ispaniyalik. Yana kimlar bor? Va bu Dani Olmo. Lewandowski, Lamine Yamal. Hop, Dani Olmo tushdi. Biza bitta ham taxmin qilgan futbolchimiz tushmadi. Afsuski, biz bitta ham taxmin qilgan futbolchimiz tushmadi. Endi nima bo'ladi? Biz Dani Olmoni mana shu yerga qo'ysak ham bo'laveradi o'zi aslida. Mana shu yerga qo'yib hujumchiligini sapsariq qilsak bo'ladi va bizda hozir mana shunday sostav bo'lib turibdi do'stlar. Mana shunday sostav bo'lib turibdi. Hujum yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hujumchilar yaxshi. Tsepeshniklar ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu Barella bilan Dani Olmo juda ham yaxshi kelishadi. Mana shu sostav ham juda ham ajoyib. Biz buni bitta rasmga olsak ham bo'laveradi. Xo'sh, videorolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xo'p, videorolikda kelinglar 2000 ta, 3000 ta like qilib tashlaymiz va videorolikni keyingi qismlarida chiqishda davom etamiz. Keyingi safar biz sizlar bilan
ko'proq agentlar ochishga harakat qilamiz. Masalan, klassik playerlar yokida yangi kelgan mana bu Dream Stars futbolchilarining agentlarini ochishga harakat qilamiz. Sizlardan maksimal podдержка kutib qolaman. Hammangizga kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgidek dilsa yangiliklar keladi bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar.